Bugun bizda kasalmiz. Menga ham yo'qda, akaziyatda shu virusmi, bakteriyami, I don't know. Lekin kecha yana Aminaxonning jismalari chiqib mazasi bo'lmadi. Hozir endi doktorga olib ketyapmiz. Bizda qanaqa doktor sistemalar ishlashini ham ko'rsatib bermoqchi edim. Chunki bizda telefon qilish kerak, birinchi primary care ga borish kerak, o'zini pediatrikaga. Keyin agar ular o'xshamasa, keyin urgent care ga borsam bo'ladi. Chunki страховкам borda. Hozir yo telefon qilsam yaxshi bor ekan, appointment srazu berishdi. Hozir 10:30 ga berishgan. O'zi 9:30 da ochilgan, 1 soat ichida berishdi. Hozir borib doktor oldiga borib qanday derkan, nima infeksiyami, quloqmi? Buni qarab ketamiz, mana asalini ketotdilar, injula. Mazalari yo'q. Yo'q ekan, faqat tomog'i sal qizargan. Antibiotikga prescription berdi doktor. Shunaqa yaxshi doktor, o'zi turk tegidi. Shunaqa yaxshi menga yoqadi. Keyin vitaminlari ham tugagan edi, o'shalarni yozib berdi. Xudoga shukr, yaxshi ekan. Tomog'i ozgincha qizargan, может быть, virusni degan dedi, ozgincha bakteriya tomog'ida bo'lganiga antibiotik yozib berdi hozir. Hozir mana farmasiyani ko'rsatamiz sizlarga, qayerga borib biz olamiz dorilarni. Amerikada drive-thrular bor. Aptekaga kelasizda. Aptekada insurance hamma narsa o'zida bor. Shunda prescriptionni beraman. Anaqa назначение, doktor bergan назначениesi qog'ozini. Keyin ular menga aytadi, qanchada olib ketamiz yoki srazu bo'ladi. Juda yaxshi sistemasi yoqadi menga shu. Hi, good, how are you? No, I'm dropping off. There is the 2 prescription there for vitamins with the... Chupa-chups berishuvdim aka anaqada. Chupa-chupsni ham unutib qo'ydik. Hozir biz gaz olishga kelyapmiz. BJ's gazidan olamiz. Qanday necha pul bo'lar ekan hozir bizda? Shoppingga keldik, ozgincha videolar qilamiz. Hozir mana gaz to'ldiramiz. 50 sekundga chiqib ketadi. $105 bo'ldi.